özgünü doğrap, özünü unutuş. Heyt, kile, işkimiz elişip bakaylı. Maqıl, sana gumpamni bir köstüp koyay. Hey, yaxşığı, sana özgünü doğrap, özünü unutuş gumpusunu köstüp koyay. O diyen gumpa emas, o diyen turaqlık ibara. Rivoyat qilinishicha 2000 yillar ilgirki yig'iliq davrida bir odam o'tgan ekan. Uning hol kuni nihoyatda yaxshi, o'zimi kelishgan bo'lib, hamma narsasi tal ekan. Afsunlarligi u o'ziga faqat ishonmaydi ekan. U o'zining hamma narsasini boshqalarnikiga yetmaydi deb o'ylaydi ekan. Nimişki chiroyli yozamaydigan man. Ajabim bezar bo'ldim. İşte mende chiroyli yozadigan ishchilikmi bo'lamasam, bundaq yashig'inimning nima ahamiyati bo'lsin? Tazimi bir. O'g'lim, tamog'ingni ye. Yemayman. Kunda o'rdak kavupi bilan McDonald yeyishdan bakmo zerikdim. Vang'arning uydagi sesiq purchoq uyutmasimi? Buningdan bakli tamlik. Ma bolani, gaping nimacha to'lasaning? Seni jazo lageriga olib kelmaguncha odam bo'lmog'idaksan. Bormayman. To'g'ri go'shi yemsiz. Yemayman. To'g'ri go'shi sesiq purchoq uyutmasidek tamlik emas. Ha? To'xtab tur. Men qarasam, bu kiyiming xili bo'ladi ekan. Ishkimiz tegsa qanday? Bu yirtiq tursa, Hozir yirtiq kiyimlar moda, yumusimi bo'ladi. sara. Men necha kun ilgari atarusida Xandanga borgan edim. Sizlarga desam-chu, xandalliklarning mingishi haqiqatan chiroyli ekan, rostli chiroyli ekan. Lükçek. U xandalliklarning mengishini do'rayman deb yerim oyga bormayla o'zining mengishini unutib qopti. U endi qanday qila? Qaranglar. Boshqalarni qarg'ulachi doğurganda ularning ortiqchiligini o'rganmayli qolmasdan, balki yana o'zining ortiqchiligini yo'qotib qo'yadi.